Bitta klientlarga shunaqa nabor tayyorlab qo'ydim, qizlarjonlar, ya'ni sochlari uchun kraska, sochlarni bo'yaganlardan keyin buni zo'r taraf kraskamizani professional bilan birga bir yuradi. Sochdan rangini chiqazib yubormaydi. Sochni 10 hafta davomida rangini ushlab turadi. Buning ichida biotina borligi uchun oqargan sochlarni ham vitamin bilan boyitib, oqarishini kamaytiradi. Repene balzam, ya'ni bilasizlar, repene soch to'kilishini to'xtatadigan balzam. Sochga qurib ketyapti, qaqshab ketyapti, sinib ketyaptiganlar uchun repene balzam gullashishni oldini oladi, soch to'kilishini to'xtatadi. Shuning uchun buni repene balzam ishlatadi. Chorniy tmin, qora sedana yog'i bu sochlarni, juda to'kilayotgan sochlarni 95% naturalniy bo'lgani uchun sochlarni to'kilishini to'xtatadi. Hozir global muammo hammada soch to'kilishi. Bu soch o'stirib beruvchi biotina bor, soch oqarib ketmasligini oldini oladi va oqargan sochlarni ham kamaytirib beradi va sochni zo'r o'stirib beradi. Bu kapsulamiz esa sochlarni kraskada bo'yaganda kraskani ichiga sovorsa ham bo'ladi yoki alohida bu kapsulalardan foydalansa, sochlarning tolalarini mustahkam qilib beradi, rangini ham uzoq vaqt ushlab beradi.